Avtomobillar propanda qancha kilometr yuradi shu haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, Malibu XL avtomobili 42 talik tabletka bilan 300 kilometr. Hop, bu tomonda Damas avtomobili 40 talik propan bilan 400 kilometr. Cherry Arizo 6 Pro 500 kilometr. Ya'ni 65 talik bilan zapravkaga qarab ko'payib kamayishi mumkin. Damas avtomobili metanda o'rtacha 182 kilometr. Malibu Premier 2 turbo avtomobilimiz 65 talik bilan bu ham 500 kilometr yurishi mumkin. Hop, Kia Sonet avtomobilimizga keladigan bo'lsak, bu ham 500 kilometr bezmuammo yurib beradi. Chunki bu juda ham ekonomishni, benzinda o'zini xarajati 6dan 7 tagacha qilishi mumkin. Cobalt Legenda avtomobili har doimgidek 700 kilometr yurib o'tishi mumkin. Bu tomonda ham Damas avtomobilimiz bor. Bunga ham propan o'rtacha 50 talik qo'yadigan bo'lsangiz 500 kilometr, 40 talik qo'yadigan bo'lsangiz 400 dan ozgina oshishi mumkin, ko'payib kamayishi mumkin. Kimgadir avtomobillarda pravega qiziq bo'lsa, biz sizga mana shu video davomida obuna bo'lgan bo'lsangiz, hammasini batafsil ma'lumotda yoritib boramiz. Va bu avtomobillarga qanaqa jihozlar qo'yish kerak va nimalarga uстановка qilganda ahamiyat berish kerak, shular haqida to'liq ma'lumot ayni bizning kanalda ochiq oydin aytib o'tiladi. Ahamiyat berib qo'yasizlar. Spetsial 8 ta injektorga moslashtirilgan miyalardan uстановка qilib bermoqdamiz. Oldilariga fartuk tutib, akkuratli holatda. Xo'p, Samarqand viloyatiga kelgan, Toshkent viloyatiga kelgan, Qoraqalpog'iston, Toshkent, yana bitta Toshkent va yana bitta Toshkent. Ichkaridagi ham Buxorodan kelgan. Har qanday turdagi avtomobillarga super mega chegirma narxida propan va metan uстановка qilib beramiz. Bu videoni barcha propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying.